kulgu jamoasi 2025-yil bahoriy konsert dasturini muxlislari uchun taqdim etmoqda. Bo'g'otdi. Men ko'rdim, bo'g'otdi. Qizil ko'ylagimi, Misol-chun? Kulib bera qolay. Belim yo'qsa. Jabrim uchun. Necha bo'ldi shunda? Ey, men Argentinada tug'dimmi? Qanaqa shu darajaga chiqsa bo'ladi? Baxtli bo'l. Konsertda kutilgan va kutilmagan qanday holatlar yuz berdi? Kutilmagan holat kecha Mo'minni sal balandroqdan yiqilib ketgani bo'ldi. Chunki strafovka uchun o'sha sug'urtalab uni joyini tayyorlab qo'ygan edik. Yordamchi yigitlarimizdan bittasi juda ham kalla qo'yib, haligi yordam beraman deb turib, matni ozgina surib qo'ygan va Mo'min mo'ljallangan joyga tushmagandi. Ya xayriyatki, har xil perelomlar boshqalarni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ldik. Bugun Mo'min yaxshi formada sahnaga chiqa oldi. Xo'p, kutilgan narsa bu konsert dasturiga ishongan edik va o'sha narsa o'zini bo'yini ko'rsatdi. Tomoshabinlar tomonidan juda ham yaxshi qabul qilib olinyapti. Menimcha o'zingiz ham ko'rdingiz, bir chekkada o'tirganingizni ko'rdim sahnaning orqasidan. Yoqdimi siz o'zingizga? Juda ham yoqdi. Da, rahmat. Ushbu chiqish shu 10 kun davomida chiqiladimi yoki faqatgina 5 kun, 6 kun chiqiladimi Mo'minikaning chiqishlari? Albatta millionning an'anasi bor. Taklif etiladigan xonandalar ham nechta seans bo'lsa hammasida chiqishadi. Har bitta turuk deyarli har kun amalga oshiriladi. Orada ozgina improvizatsiyalar bo'lishi mumkin, lekin asosiy struktura o'zgarmaydi. Jamoa a'zolarini aytishlari bo'yicha qaysidir sahna ko'rinishlari olib tashalgan va hozir bundan keyingisi umuman o'zgartirilmaydi, lekin birinchi kundagidan sal boshqacharoq. Sahna ko'rinishlari, birorta sahna ko'rinishi olib tashlangani yo'q butunlay. Shunchaki hazillar va hazildan hazilgacha bo'lgandagi gaplar qisqartirilgan. Shu sababli umumiy birinchi kuni 3,5 soat konsert qo'ygan bo'lsak, hozir adashmasam 3 soatdan sal oshyapti. Va bu muxlislarga juda ham yoqyapti. Hattoki tez o'tib ketganini bilmay qoldik. Albatta, u muxlisni kayfiyatini ko'tarish uchun, ertaga yaxshi kayfiyatda ishga chiqish uchun mehnat qilyapmiz-ku. Va bu kun ichida qandaydir nosozliklar bo'ladi. Mana jonli baribir kimdir xato qiladi. Shunaqa holatlar bo'ldimi? Esda qolarli mana shu 2 kun, 3 kun ichida. Xatodan hech kim sug'urtalanmagan. Men o'zim ham xato qilaman. Birinchi kuni kamida bir 7 ta podvodkamda xato qildim. Lekin o'sha kuni ertalab yozgandim tekstimni. Shuning uchun xato hammada bo'ladi. Agar bu narsa surunkali, sistematik bo'lmasa, buni qo'rqadigan joyi yo'q. Men ishonaman, bu jamoaning vakillari xato qilish uchun sahnaga chiqishmaydi. Demak, bu xatolarga qaysidir momentlarda ko'z yumishni bilishimiz ham kerak. Agar har bitta xatodan keyin haligi endi o'g'irlik qilgan bolani olib chiqib eng oliy jazoga o'lim jazosiga hukm qilishmaydi-ku odatda. Shu sababli kichkina qanaqadir nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, bunga ko'z yumishni bilishimiz kerak va ularni reabilitatsiya, ya'ni tuzatishga harakatini qilishimiz kerak. Mo'min akani qancha zarar keltirganlarini hisoblab yurasiz? Ya, bu narsa jamoa manfaati uchun xizmat qiladi. Bitta obrazim bor, uni ayta olmayman. Nega? Yo, obrazlar ko'rishinglar mumkin. Nima deydi? Ichki ishlar xodimlari. Bitta obrazim bor. Stilist obrazida ko'rishinglar mumkin. Xudo xolisa ko'rmasanglar ham yaxshi. Shunaqa obrazim bor. Savolingiz bormi? Mana bugun 3-kun va kutganlaringiz, kutmagan holatlaringiz nimalar bo'ldi? Kutilmagan holat kecha bo'ldi. Rossa ko'p o'zimda bitta rolimga chiqish esimdan chiqib qoldi. Rostdan? Yo'q, uzr. Mo'min, Laziz o'sha joy uchun, o'sha rol uchun uzr so'rayman. Mana kamera orqali uzr so'rayman. Rostdan esimdan chiqib qoldi. Birinchi kunda bo'ldimi yoki ikkinchi kunda? Kecha ikkinchi kunda bo'ldi. Nimaga qanaqasiga esdan chiqib qolish mumkin odam? Nimadir sabab bo'ladi. Yo, sahnada obrazdan obrazga o'tayotganda, kiyim almashtirayotganimda esimdan chiqib qoldi. Ulguraman deb o'yladim. Kesam sahnaga chiqib bo'lgan ekan, keyin chiqmay qo'ya qoldim. Qiyinchiliklar o'sha rollarni eslab qolish, so'zlarni eslab qolish eng qiyini. Faqat shu ishontirish, obrazga kirish. Men o'zim aytaman, mana endi nima deydi, qo'shyapman. Ma'ruf aka aytdilar, so'zlarimni esimdan chiqarib qo'ysam yotib olaman yerga dedilar. Sizda nima bo'ladi?
Yo'q, men so'zimni esimdan chiqarib qo'ya olmayman. Chunki men haqqim yo'q. Chunki ko'proq men o'sha hazilgacha bo'lgan joyini olib kelib beradigan odamman. Bizning tilda podacha deydi. O'shaning uchun imkon qadar harakat qilaman esimdan chiqarmaslik. Agar chiqib qolsa ham vaziyatdan chiqib improvizatsiya qaysidir so'zni ishlatib yuboraman. Bu sherigimga noqulaylik tug'dirmaslik uchun imkon qadar. Lekin rolim esimdan chiqib qolishi mumkin. Chiqmay qolishim mumkin. So'zni unutib qo'ysa gunoh emas, lekin Shunaqa. bugun 3-kun kutganlaringiz va kutmaganlaringiz nima bo'ldi? Qanaqa holatlar? Konsert kutganimizdan zo'r bo'lyapti. Kutganimizdan ham yaxshi ketyapti kostyumasin. Odamlarga yoqyapti. Aslida ijtimoiy muammolar, radar o'rnatish, tez yordam kech kelishi, keyin yana o'sha piknik, mana sahnaga o'sha odamga nima deydi? Ruh bag'ishlayapti. Nimalarni kutmagandingiz va shunaqa holatlar sodir bo'lib qoladi o'rtada. Vau, qo'shimcha ruh bag'ishlaydi-da tomoshabinlarga, lekin u narsani sahnalashtirmagan bo'lasiz. Ya kutmagan narsam u qo'shimcha ruh bag'ishlamadi. Kecha Mo'min akani tushib ketishi bo'ldi. Unda shunaqa qo'rqib ketdim, lekin u sahnada bilindi ko'pchilikda. Chunki u kutilmaganda u bolani tortib o'rgani, o'sha yaxshi ham uni sarvarga to'xtatib qoldilar, bo'lmasa dalish tortmoqchi edi. O'sha holatda kutilmaganda shu vaziyat sal shokka tushirdi lekin. U narsa tepaga chiqib ketdi-da, uni boshqarib turadigan odamlar bo'lmaydimi? O'tda tepaga chiqib ketdi-yu, birinchisida sal pastroqdek bo'lgandi. Ya, tepaga chiqib ketganda boshqaradigan odam bo'ladi. Alohida o'zi o'sha narsani ustasi chaqirilgan. Biyodiy xato bo'ldi. U tepadan hech nimadan bo'lmadi. Demak, faqat shu. Faqat shu. Kutilmagan holat shu bo'ldi Yana faqat. kimlardir sahnaga chiqishni esdan chiqarib qo'yibdi. O'zlari biladilar kimligini. O'zlari yetarli. Nig'mat aka. Yo'q bo'lib qoldilar. Sizda xuddi shunaqa holat bo'ladimi yoki so'zlaringiz esingizdan chiqib qoladigan? Kecha bo'ldi, adashish yomoni bo'ldi. Kuyov o'rniga kelin so'zini qo'yib yubordim. Uni endi ko'pchilik bilmadi. Birinchi qator sezadi lekin har doim. O'sha yerda adashish bo'ldi. Sizda qanaqa holat bo'ladi so'zingizdan adashsangiz? So'zimdan adashsam, tashqariga chiqqanimda gap eshitaman, boshqacha holat bo'lmaydi. Tashqarida kutib turgan bo'ladilar Sarvar aka. Kecha faqat adashdim. Charchagan edim chunki bugun zo'r nastroydaman lekin. Tayyorman. O'zgarishga keladigan bo'lsak, ko'p qo'ydik. 3 soatdan ko'proq konsert qo'ydik. Qo'rqmasdan o'sha tozaladik. Qolgan o'sha relizga tushib oldik, ketyapmiz hozir. Ertaga ham qandaydir sahna ko'rinishlari olib tashalib, yana nimadirlar qo'shilishi mumkinmi har kuni? Yo'q, bo'ldi, o'sha bo'ldi. Tayyormiz biz o'sha bo'ldi. Hech nima o'zgarmaydi. O'sha so'zlaringizdan adashib qolganingizda vaziyatdan qanaqa chiqib ketasiz? Men bir nima qilaman, yiqilaman, bir nima qilaman. Nima qilaman, bir nima qilaman. Muxlislar bilmay qoladi. Muxlis sezmaydi. Muxlis bu ham rol deb o'ylayveradi. Muxlis sezmaydi. Sezsa yomon, sezsa chatoq ishimiz. Sahna ko'rinishida birortasidan misol keltirib bera olasizmi? Mashinliklar maktabi degan nomerimiz bor. O'sha yerda chiqib fanlar doktori degan so'z kelmadi miyaga. Nima dedingiz? Datsen dedim. Kelmadi, miyaga kelmadi. Muxlislarga million nima beradi bugungi konsertda? Pulgun tagida qandaydir Endi hamma har xil tushunadi. Hamma har xil tushunadi. Masalan, kimdir to'g'ri bu qo'pol narsa deyishi mumkin, lekin o'sha qo'pol tavakkal emasda u narsa hech qaysimiz. Endi baribir muxlis har xil, negativ bor, yaxshi deydiganlar bor, tushunadiganlar bor hazilni. Hamma har xil tushunadi. Endi kim qanaqa o'sha xalqardoshlikdan kim qanaqa chiqsa, miyasida o'shanday o'ylaydi baribir. Zo'r deyish ham, yomon deyish ham oson. Hozir yurayotganingizni ko'rdik, sal oqsoqlanib yuribsiz. Endi kecha bizani tryukimiz bor edi. Nisbatan orientirda adashib qoldik. Bugun adashmaymiz xudo xolasa. O'shanga oyog'im ozgina, ko'p emas, ozgina noto'g'ri tushib qoldi. Endi hozir yaxshi. Bu ham anuda 100% bilmaysiz. Aniq bitta joyini belgilashdi. Lekin qanday qilib bu narsada o'zingiz fikrga keldingizmi? Mana shunaqqa qilaylik deb, o'zi ko'pincha shunaqa tryuklar sizni tomondan chiqargan. O'zim komandaga aytaman. Mana shunaqa taklif bor deyman. Yana nimani o'ylab topding? Bo'ldi, qil, agar o'zingni sog'lig'ingga zarar bo'lmasa, ziyon qilmasa, qil deyshadi. Har doim qo'llab-quvvatlashadi. Bu million nafaqat aktyorskiy, balki boshqa qirralaringizni ham ochadigan jamoa desam bo'ladi.
va muxlislarimizga nafaqat kulgu, balki boshqa emotsiyalarni ham taqdim qilishga harakat qilamiz. Shunaqa. Demak, Mo'min aka muxlislar uchun hattoki hozir oyoqlari ham og'riyapti. Ha, shunaqa bel, oyoq, bo'yin hamma joy og'riyapti. Nima normal, yaxshi. Bo'ladi, bo'lib turadi. Chiqish har kuni bo'ladimi? Har kuni. Agar har kuni qilmasam, aldoqchi bo'lib qolamiz. Tak, aldamaymiz. Har kuni qilamiz. Muxlislar konsertdan yana nimalar kutsin? Ko'p narsa kutinglar. Kelinglar, ko'p emotsiyalarni olib ketasizlar. Xudo xolasa, sizlarga yoqadi. Jamoa a'zolari konsert dasturida muxlislar uchun yangi va o'zgacha chiqishlarni tayyorlab qo'ygan. Xo'sh, muxlislar konsert dasturidan nimalar kutmoqda? Yangilik kutyapmiz albatta. Maroqli o'tishini kutyapman. Yangiliklar kutyapmiz. Xudo hozir Bilix undan zo'r bo'ladi, bomba bo'ladi. A'lo darajada konsert kutyapmiz, xudo xolos. Yaxshi narsalar kutyapmiz bu yil. Yangiliklarni kutyapman. Biz million konsertdan juda ko'p narsalar kutamiz. Va alaykum assalom. Konsertdan nimalar kutyapsiz? Har safargidek yaxshi kayfiyat albatta. Yangi qanaqadir yo'nalishlar, ular doim qanaqadir bilasizmi, boshqacha qanaqadir g'oyalar berishadi va albatta yangi g'oyalar berishadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, har doimgidek ularda zo'r chiqadi. Har doimgidek Munisa Rizayevaning ham mavzusi bo'ladi konsertda. Yo'q. Mavzum bormi? Yo'q, endi ular doim shu mani bir ikkita yana san'atkorlarni doim tema qilishadi, lekin men menimcha doim temadaman ularda. Men salbiy qaramayman, normal, pozitiv tarzda, chunki bular albatta hammasi hazil. Men bu jamoa bilan necha yildan beri, 15 yil mobaynida menimcha ular bilan birgalikda biz do'stmiz, birga ijod qilamiz, ishlaymiz, kerak bo'lsa bir-birimizga yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta men ham doim ijod tarafdaman, chunki men o'zim ijodkorman. Munisa Rizayeva Argentinadan kelganlardan beri necha marta konsertlarga keldilar? Bu birinchi marta. Da. Bilasizmi, nimasi yoqadi mana shu million jamoasini konsertlarida, chunki ular jiddiy temalarni chiqarishadi va albatta kulga aylantirib, lekin ani qog'ozga o'rab deyshadi-ku. Shunaqa narsa qilishadi. Men shu narsaga doim to'g'ri qarayman va men, как говорится, я за это. Men doim поддержка qilaman shunaqa narsalarni. Yoshlarimizga ko'proq qanaqadir bo'lsa, temalar bo'lsa zo'r men deb o'ylayman. Va albatta mana shu radarlarini, odamlarga gaz, svet, shuni gapirishadi ko'p. Haqiqiy temalar, конкретные темы, которые должны обсуждаться. Вот shu uchun ularga alohida rahmat demoqchiman. Million jamoasining konsertidan nimalar kutyapsiz? Adrenalin kutyapman. Menimcha har doim filosofskiy bir kulgularni ham olib chiqishadi. Shunaqa narsalarni ham kutyapman. O'zi tonki yumori bor. Yigitlar hammasi juda ham talantli va o'shaning uchun menimcha bugun bir bomba narsalar bo'lishi kerak. Lekin kechagi videolar tarqalgandan xohlardimki, tinchlik bo'lsin, sakrashmasin, bizga ular sog' salomat kerak. Mana nechinchi konsertlarga tushishingiz sanab ko'rdingizmi? Yo'q, men bilmadim. Necha yildan beri do'stman ham bilmayman, chunki juda ko'p yil bo'ldi chiqqandan beri. Bilmayman, o'sha boshidan bosh. Necha yil bo'lyapti? Demak, har yili tushasiz. Bu bitta men emas, bizning do'stlarimiz ham bor. Davrik bor, Renata bor, Jama bor, men bor. Qolganlar hozir bola tarbiyasi bilan shug'ullanishib turibdi. Ko'pchiligi. Hazillari sizga nimasi bilan yoqadi? Nimasi bilan o'zgacha deb o'ylaysiz? O'zgacha deb o'ylayman. Endi yaxshi ijod qilgan. Shu kuldiradi. Xalq ichidan olishadi, eng keraklisi. Yolg'oni yo'q. Sizga avvaldan aytishadimi siz haqingizda qilinayotgan hazillarni? Yo'q, menga aytishmaydi, yo'q. Menga ko'pincha har doim aytadi, tug'ish deydi. O'shaning uchun barakali narsaga meni har doim qo'shishadi. Men xursandman. Konsert boshlandi. Sog' bo'linglar, xayr. Konsertda ijtimoiy va yana bir qancha mavzudagi yechilmagan muammolar kulgu orqali olib chiqildi. Kulguni ortida qandaydir haqiqatlar turadi. Ha, kulguni ortida ko'p haqiqatlar bor. Haqiqatan haqiqatni gapirdilar mana ijtimoiy muammolardan. Mana bizga hozirgi kunlarda ma'qul bo'lib turgan tez yordam mavzusiga qo'l urganmiz, radarlar mavzusiga qo'l urganmiz, pikniklar, toza havodan qanaqa foydalanish, dam olish madaniyati deydimi, shunaqa narsalarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda kulguni qo'ymaymiz, birinchi o'rinda maqsadni qo'yamiz. Nima demoqchimiz degan joyi turadi. Konsertda kutganlaringiz va kutmaganlaringiz nima bo'ldi? Kutmagan narsalarimiz ko'p bo'lyapti, kutganlarimiz endi kutganlarimiz ham yaxshi bo'lyapti, xudo xolisa. Birinchi o'rinda konsert qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarga rahmat deymiz. Konsertga tushadigan muxlislar hammasi yuqori kayfiyatda kelyapti. Muxlisning kayfiyati bo'lmasa ko'tarish zam vazifa-yu, biz bilan birgalikda harakat qilishyapti ular ham.
ishongan muxlislarimiz kelyapti. Ishongan ssenariyimizga xudo xolisa. Mehmon san'atkor sifatida Sevara Nazarxon tanlangan. Har doim ham kimningdir konsertida bunaqa chiqish qilmaysiz. Nima uchun million jamoasiga ha deb javob berding? Chunki yaxshi ko'raman ularni. Ular chunki kulishadi, odam zavq oladi, maza qilishadi. Bolalikda eslatadi bunaqa konsertlar. O'shanga jon-jon qilib keldik. Konsert qanaqa o'tdi? Konsert juda ham zo'r, a'lo kayfiyatda, nafaqat ijodkorlarga, balki butun muxlislarni qalbidan joy oladi. Bu safargi konsert ham desam, menimcha hech qanday xato bo'lmaydi, chunki yangi sahna ko'rinishlari, umuman boshqacha yondashuv, kreativ yondashuv. Davron Kabulov bu safar ham uddasidan chiqdi deb ayta olaman bir so'z bilan. Million jamoasining konsertiga nechinchi tushishingiz? Sanamaganman. Million jamoasi ta'sis etilgandan buyon bir marta qoldirganman. 3-farzandim dunyoga keltirganimda, lekin hammasida ishtirok etganman. Bir yilda 2 sezon bo'lsa, ikkalasiga ham kelaman. Chunki Davron bu bizni qadrdon hamkasbimiz, yaqin do'stimiz. Shuning uchun mana shunday mehnatini natijasini ko'rgimiz keladi har doim birga. Bugun qaysi chiqishlar sizga ko'proq yoqdi? Chiqishlar hammasi bir-biridan yaxshi. Hozir bittasini aytib qo'ysam, qolgan guruhlar xafa bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun eng yoqqani baribir Davron Kabulovning chiqishlari. Chunki boshlovchining mahoratini ko'ra olamiz. Endi men xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir boshlovchi sifatida qarayman, ijodkor sifatida qarayman, muxlis bo'lib tomoshabin sifatida qara olmayman, ijodkor sifatida kuzataman. Shuning uchun Davronni jiddiy turib gapiradigan hazillari, lekin hazil ichidagi chin bo'lgan haqiqatlarni yoritib berishi juda ham yoqadi aslida. U yoki bu kamchiliklar, jamiyatimizdagi u yoki bu kamchiliklar, u yoki bu illatlarni kulgi orqali chiqarib bermoqchi bo'lishadi jamoa a'zolari. O'ylaymanki, hamma o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqarib oladi. Nafaqat kulib maza qiladi, balki o'ziga kerakli bo'lgan ma'naviy oziqani ham oladi. Ertaga yaxshi kayfiyatda ishga chiqish uchun mehnat qilyapmiz-ku. Taksiga o'tiradigan bo'lsangiz ham, misol uchun pulni halollab, oqlab olishini xohlaysizmi? Biz ham kelayotgan tomoshabin rozi bo'lib chiqib ketishi uchun sahnaga chiqyapmiz va umid qilamanki, hammasi ko'ngillari to'lib ketyapti. Konsert a'lo darajada o'tdi. Zo'r, millionga gap yo'q. Zo'r, mazza qildim. Chiqish sizga ko'proq yoqdi. Ana, Mo'minning chiqishlari hammasi yoqdi, zo'r. Mana shu oxirgi to'y sahnalari eng zo'ri bo'ldi. Mo'min yiqilgan eng zo'r joyi bo'ldi. Bizni repetitsiya jarayonida aynan o'sha sahna ko'rinishi qolganlarga nisbatan kuchliroq bo'lgani uchun finalga joylashtiramiz. O'z odatda menga eng yoqqan sahna ko'rinishi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, O'zbekiston Amerika. Ya'ni ikki davlat vakillarini mentalnostidagi farqni ko'rsatib berishga harakat qilganmiz-da. U yoqda intellektual yumor ozgina ko'proq. Esingizdan chiqmadimi sahnaga chiqish? Yo'q. Bugun umuman xato qilmadim. Tabriklaymiz. Bunday natijaga qanday erishdingiz? Maza qilib quloq olganman, chunki dam olganman, so'zlarimni boshqatdan qaytarib yodlab olganman. Bu yog'iga bo'ldi, uje adashib bo'lmaydi, xudo xolis. Konsert qanday o'tdi? Biz uchun zo'r. Muxlislar men maza qilishdi, xudo xolisa eshitib o'tirdik. Muxlislarga yoqqan bo'lsa bo'ldi, galavniz. Hali yana ancha kun bor. Kuch-quvvat tilaymiz. Bizda yana 7 kun bor, xudo xolisa. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, kuch ayashi yo'q. Adashib qolmaysiz degan umidamiz. Xudo xolisa, yo, umuman adashmayman. Yomon ushlab oldingiz lekin men. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videoni ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Konsertning yakunini ham ushbu sahna ko'rinishi tamomlab berdi. Bu kun Arafat Hakimjonova, Ulug'bek Ilhomov, Toshkent.